Ha bu aroq ichib mashina haydash mumkin emasligini bilarmidingiz? Nima? Aroq ichgan? Ha ichib olgan. Ichib olganmisiz? 200 gram ichdim. Unda ham ana qilasizlarmi? Nima deganingiz? Hujjatlaringizni bering. Ana ol. Ya jo'ra ichmayman, o'ldaman. Ichaver qo'rqmasdan, agar gaya ushlasa, ular ham odam. Bir ikkisi buni berasan, qo'yib yuboradi. Ha, bo'ldi, hozir. Abet qilasizlar, bu sizga, bu sizga. Cho'nchaga solib qo'ying buni. Hujjatlaringizni bering deyilyapti sizga. Agar olmasa, pulni dokumentni ichiga solasan, ichida deb berasan, gaya o'zi olib oladi. Ha, hujjat, hozir. Mana hujjat. Ichida. Tekshir hujjatlarini. Ushlang buni. Siz gap tushunmayapsiz shekilli, ha? Tushing mashinadan. Ko'nmasa, orqaga o'ting deysan, orqada aniq oladi. Ha, bo'ldi, tushundim. Orqaga o'taylik, orqaga. Yuringchi. Komandir. Nima? Meytanmi? Nima? Ya tushunmayapsizmi? Nima qilmoqchisizlar? Nima qilmoqchisizlar? Boyadan beri kutyapmiz. Shtrafnoga tiqamiz. Ekspertizaga boramiz. Kimlar shtrafnoga tiqasizlar? Yo'qmi, tushunmadim. Yaxshi gapga tushunmayapsizlar shekilli. Men hozir telefon qilaman. Hozir chaqiraman, ko'rasizlar. Bolalar! Chilonzorga kelman yoqqa, ishgal. Tushunmadim, nima raz bor? Chakkagini yirtaman, kim? Kim bular? Bular jo'ralarim. Hammamiz birga o'tirib ichganmiz. Hozir bular ham ichib rulda o'tirishibdi. Rast tiqsangiz hammani tiqing. Hop. Hammasi tushganmi? Hammasi ichgan. Sen qazi o'lcha shuning uchun chaqirding o'zingiz. Ha, sen aytgan hamma ishni qilib ko'rdim. Ko'nmayapti bular. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Kirsak hammamiz kiraylik, jo'ralar. Abdurahmonov, hammasi jarimaga Ja, qo'rqmanglar, pravamiz olib qo'yar ekan, mashina shtrafnoga tiqilar ekan. Birga o'sha yerda o'tirib kutamiz sovuqda. Assalomu alaykum. Ya o'rtoq boshliq. Abdurahmonov, qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Qala, yarashibdimi? Inspektor Abdurahmonov. Hujjatlaringizni taqdim qilib yuborsangiz. Tushunmadim, qanaqa hujjat? Men qayerdan bilaman? Siz meni tekshirayotgan bo'lsangiz, qaysidir mashinada syomka qilib turgan bo'lsangiz. Abdurahmonov, seni hech kim sinayotgani yo'q. Bu meni mashinam emas. Menda hech qanaqa hujjat yo'q mashinaga. Voh, Xudoyim, buncha mehribonsan. Nahotki shu men kutgan kunlar kelgan bo'lsa. Rostdan hujjatingiz yo'qmi? Yo'q hujjati. Unda mashinani jarima maydoniga qo'yamiz hujjatlarsiz boshqarganingiz uchun. Sen qip-qizil jinni ekansan-ku, Abdurahmonov. Qonun hamma uchun barobar, o'zingiz aytgansiz buni. To'g'ri aytganman. Hurmatli haydovchi, qarshilik ko'rsatmang. Bo'lmasa hozir naryad chaqiraman. Marhamat, tushing mashinadan. 27:28 ga. Tarixda bo'lmagan o'z boshlig'imni jarima maydoniga qo'ydim.